Bugun xotira kuni edi. Dadam boshiga borib ketdim. Joylari jannatdan bo'lsin. Nasib bo'lsa, yaxshi yerlardan chiqsa, albatta turmushga chiqib baxtli bo'lishni istayman. Hammaga assalomu alaykum. Aka-ukalar, mana shu videoni bitta like bosib, bitta tarqataverasizlar. Mana shu opamizga ham baxt tilaymiz. Bitta duo qilib qo'yinglar. Videoni davomida ko'ringlar, tarqatinglar. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Ma'ruf Rahimqulov kanalining hurmatli kuzatuvchilari. Do'stlar, videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Bugun mana bu xonadonga keldik, bu uyga. Bu uyda assalomu alaykum. Xola yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Yaxshi. Bu uyda men boya gaplashdim. Bu xolaniki emas. Xola kvartirant bo'lib turadi. 1-2 yillardan beri menga murojaat qilib keladi. Mana bu kishi qizlari bo'ladi, Sayyora opamiz. Murojaat qilib kelishdi. Hozir o'zlaridan eshitamiz. Videoni tarqatib qo'yinglar jigarlar. Xolajon, yaxshimisiz? Yana bir marta assalomu alaykum. Alaykum assalom o'g'illar. Yaqinroq olaverasiz, operator. Salomatmisizlar, zo'rmisizlar, yaxshi ishlab yuribsizlar. Murojaat nima murojaat qilyapsiz? Uy joy yo'q otajon. Qiynalyapman bolalarim, 2 qiz bilan. O'zingiz haqingizda ma'lumot bering. Siz o'zingiz turmush o'rtog'ingiz yo'q. Yo'q, xo'jayinim ketgan, yurak kasaldan ketdi. Men bilaman bu oilani. Menga bir 2 yildan beri murojaat qilishadi. Oraga Rossiyaga ham borib keldim. O'sha payt ham bilaydim. O'sha payti bir Eshon buvani uylarida turishardi. Bepul shunday bir savobga shularni qo'yishgan edi. Limonatda ishlab berdik. Eshon boboni mana shuni ber, men qizlar shonmada yuribdi-da. Ha, bu qizingiz Sayyora opa? Ha. Bu kishidan kattasi. Surayya opa. U kishichi opangiz? Muhayya. Ha, Muhayya opamiz bilan Surayya opamiz. Kunduga chiqadi. Siz 92-yil, opangiz nechi? 90. Opalar 90-yil, bu kishi 92-yil. Ikkovlari ham hali turmushga chiqmagan. Bu birovni uyga turishibdi, yashab. Uyda ichini olyotmaymiz. To'g'ri, eski uy bo'lgani bilan, lekin tartib bilan chiroyli turibdi. Bar ayol kishi, qiz bolalar bor joyga. Yaxshi, gap yo'q. Murojaatni o'zi qarang. Uy qurib ber deyapsiz, to'g'rimi? Sho'l otajon, uy qurib ber deyapman haqiqatdan. Uy qurib ber deyapti. Lekin kommentariyaga shunaqa savollar bo'ladi. Men opamizga savol beraman. Surayya opa, mana o'zingiz aytasiz. Mana shu kommentariyada hali ham 92-yil ekansiz-a? Turmushga chiqmagansiz. Yo'q, turmushga chiqmagan. Turmushga chiqmaganlar, agar bir yaxshi bir insonlar mana shu obunachilarimizdan oilam, uyim, joyim deydigan, ichmaydigan, chaqmaydigan yaxshi bir inson bo'lsa turmushga chiqasiz. Albatta, har bir qizni orzuyapti. Opangizga ham agar sovchi kelsa turmushga chiqadimi? Opangiz qayerda o'zi? Opam ishda, kunlikda. Kunlikka ishlaydiganlar opalari. Necha pul topadilar o'zi kunlikka? Olmush beraman, Kunlikka olmishmisizmi? Shu bilan kunlikka ichib turibsiz. Yikoyim ketkichi bugun birisi qoldi, birisi ota saparga, o'qib olsin apar, bir uyga kerak qilib, yekil ochib o'tiradi, isqilarimiz ham odam chaqirsin. Asli mana keldik, sizlar aytgancha barag'aya havo kelyapti. Do'stlar, bitta narsani sizlarga aytib o'taman. Mana opamiz turmushga chiqmagan, hali qiz bola, nasib xudo xolasa, agar kimdir kelin qilaman degan hojonalarimiz bor, o'g'illariga yoki jiyanlariga kelin qilaman desalar, albatta onaxon bilan gaplashishlari mumkin. Ekranga telefon nomer qo'yamiz, ozgina yomg'ir yog'di. Bu ham bir barakada. Sho'l. 9-may kuni mana xotira kuni, mana baraka bir yomg'ir yog'di. Boy bo'lsin, o'zini boy bo'lamiz, ishqib. Shunday. Bonadan bersin. Agarda shu onaxonga agar uy quramiz desanglar, birgalikda mana shu video agar bir yaxshi prosmotr bo'lib qo'llab-quvvatlasanglar, onaxonga uy ham qurishimiz mumkin. Endi onaxon qarangda, sizga bitta savol. Qizingiz ikkita, uy joyingiz yo'q. Sizga agar uy qurilsa, bironta masalan uyi yo'q, yigitlar ham bor-da. Nima qilasiz? Ichki yoqib olasizmi? Agar uy qursak. Mayli desa, olaveraman, menga nimasi yo'q. Olaveraman. Endi bu yomon tushunmanglar. Endi bu ham bir hayot bu. Onani ham o'zlari qolib ketmasligi kerak. Bitta farzand qizlarini turmushga bersalar, yo bu kishini yoki unisini chiqarib yorsalar, ikkinchisiga onaxonga ham qaraydigan. Endi bir taqdir bu. Peshona bu. Bugun xotira kuni edi. Dadam boshiga borib ketdim. Joylari jannatdan bo'lsin. Nasib bo'lsa, yaxshi yerlardan chiqsa, albatta turmushga chiqib baxtli bo'lishni istayman. Qadrli do'stlar, bu videoni diqqat bilan ko'ring, diqqat bilan kuzating. Mana shu opamizga, mana shu onaxonimizga uy qurib beramizmi yoki to'y qilamizmi? Sizlarning fikrlaring men uchun juda ham muhim. Shuning uchun telefon nomer qoldiraman. O'zim bilan shaxsan gaplashasizlar. Yaxshi joydan agar
uyim, joyim, oilam deydigan bo'lsa, shaxsan o'zim savol javob qilib olaman. O'sha insonni mana shu onaxonni oldiga olib kelib, mana shu opamiz bilan ko'rishtirib, gaplashtirib, agar bir taqdir qilgan bo'lsa, albatta sizlar bilan birgalikda to'yini qilamiz. Bosamiz jigarlarim, videoni qo'llab-quvvatlang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.